Biz sizlarga 50 dan ortiq turdagi fasad g'ishtlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizning manzil Andijon aeroportdan kelishda Qum bozori, Qum bozoridan o'tganingizdan keyin birinchi kurokdan o'ngga yurganingizda chap tomonda bizning do'kon keladi. Shahar tomonidan kelganda musiqa maktabidan o'tgandan keyin o'ng tomonda mana shu do'kon joylashgan. Qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turganlaringlardek, o'ng tomonda eron g'ishtlarimiz bor, agnupolnik g'ishtlarimiz bor. Keramический termobloklar mavjud, shiroko formatli. Hop, chap tomonimizda Turkmanistonda har xil turdagi g'ishtlari. Bu yerga ozroq miqdorida bir joy muammo bo'lganligi uchun tushirganmiz, lekin asosiy skladlarimizda cheklanmagan miqdorida объемda mavjud. Bu yerga shu mayda savdo uchun olib kelingan. Hop, ichkarida assortimentlar bilan tanishamiz. Bu yerda mana polga sopol burchatkalar ham mavjud. Akalar, biz faqat keramika mahsulotlari bilan shug'ullanamiz. Bu beton burchatka emas, bu sopol issiq sovuqni yaxshi saqlaydi. Oyoqdan sovuqni o'tkazmaydi, bu beton emas. Buni razmeri uzunligi 25, eni 12 sm, balandligi 3,5-4 sm bo'ladi. 1 kvadratiga 33,5 ta ketadi. Buni narxi 1 kvadrati 110 ming so'm, ya'ni donasi 3300 so'mdan to'g'ri keladi. Hozir mana qizil rangi mavjud. Zakaziga qarab молочный sariq rangini ham chiqarib beramiz. Do'stlar, biz faqat keramika bilan shug'ullanamiz. Ichkarida ko'rishingiz mumkin. Hamda giperpressovniy g'ishtlar ham mavjud. Akalar, xush kelibsizlar. Mana shu bizning showroomimiz. Bu yerda hamma assortimentlar bor. Bu yerda terilmagan assortimentlar ham bizda mavjud. Aytgan g'ishtlarni cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Bir chekkadan tushuntirib o'taman. Hop, mana shu молочный g'isht, bu Rossiyaniki Stroy keramika degan zavoddan chiqadi. Buni razmeri 0,7 NF deydi, ya'ni eni 8,5 sm, balandligi 6,5 sm, uzunligi 25 sm. Bu ham sopol keramika. Ikkinchisi g'ishtimiz Volga Brick degan zavodniki, yuzasi teksturali, rangi mana shu korishneviy. Buni eni 8,5 sm, balandligi 6,5, uzunligi 25 sm, chekkalari faskalik. Mana shu ikkala g'isht kombinatsiya qilib urilsa chiroyli chiqadi. Ya'ni молочныйga korishneviy. Hozir mana Turkmanistonda g'ishti bor, hozir ko'pchilik shu bilan kombinatsiya qilib urishyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir-biriga yaxshi aytadi, yaxshi ajraydi. Hozir mana shu молочныйga korishneviy moda bo'lyapti. Hop, bular joy qo'yib qo'yamiz. Keyingi g'ishtimiz Qozog'istonniki. Bu 0,5 NF deyiladi, ya'ni 6 sm. 0,5 degani 12 sm-lik g'ishtning yarmi. Balandligi 6,5 sm, uzunligi 25 sm. Kimga narxi qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilinglar. Ayrimlarini narxlarini aytib o'tib ketaman. Hop, bularni Rossiyadan kelganligi uchun narxlar o'ynab turadi. Rastamoshkasiga qarab, bu yerda kurs oshishiga qarab, yoki u zavod ham, misol uchun mana Volga Brickning narxi 10% ga oshirdi, zavodda o'zi 10% ga oshirdi. Shuning hisobiga narxni aniq ayta olmaymiz, narxlar o'ynab turadi. Lekin hozirgi kundagi narxni bilishni xohlasangiz, hozirroq pastdagi nomerga murojaat qilsangiz, sirazi narxini, hozirgi kundagi narxini aytib beramiz. Bu mana sopol rangi. Bu korishneviy. Bu 1 NF deydi, ya'ni 12 sm. Derazalar chekkalariga, откослariga yaxshi aytadi. Bu ham молочный bilan aralashtirib ursa chiroyli chiqadi. Bu qizil g'ishtimiz, bu ham Qozog'istonniki. Bu ham 0,5 NF, 6 sm, 6,5, uzunligi 25 sm. Va bu Volga Brickni aytib o'tdik. Bu mana shu g'ishtni yarimtaligi. Hop, bu yerda mana Likolor degan g'isht, bu ham Rossiyaniki, tog'lanib turadi. Yuzasini ko'ryapsizlar. Kech payt boshqacha tog'lanadi, kunduzi boshqacha tog'lanadi. Markalari kuchli. Qancha g'isht jarangdor bo'lsa, shuncha yaxshi pishgan bo'ladi, shuncha mustahkam bo'ladi. Ovoz qancha yaxshi chiqsa, g'isht shuncha sifatli bo'ladi.
shuncha ko'p baland gradusda pishirilgan bo'ladi. Buni nomi Likalor, bu ham 0.5 NF 6 sm eni. Xo'p, mana bu yerda tumbaga terilgan, bitta mijoz kirib, tumbaga qanaqa qilsak bo'ladi deydi. Mana tumba mana 1,5 qish bo'ladi. Ya'ni 40 ga 40. Bu Turkmanistonning Sho'rshaviy qishi, usti g'adir budur. Bu ham 1 NF deydi. Eni 12 sm, balandligi 6,5 sm, uzunligi 25 sm. Buni o'rtasiga agar tepasiga yuk tushadigan bo'lsa, ikkita armatura bilan shatti qilib qoqilib rastvor quyiladi o'rtasiga. Bo'lmasa rastvor quyilmasa ham bo'laveradi, ushaveradi. Agar ustiga yuk tushmasa. Keyingi g'ishtimiz bu ham rossiyskiy, bu ham korishniy, bu ham yana 12 sm, balandligi 6,5, uzunligi 25 sm. Bu ham maloshniy bilan yaxshi aytyapti hozircha. Va bu o'zimiz zavodning g'ishi, bu ham sopol, bu ham keramika. Mana BTD degan brendimiz, balandligi 8 sm, eni 12 sm, uzunligi 25 sm. Endi bu g'ishimiz afzallik tomoni, masalan, любой rossiyskiy g'ishda bir tomoni litsovoy, bir tomoni cho'rnovoy. Biz ikkala tomoni ham litsovoy biz g'ishimizni, buni bo'lib ursa ham bo'laveradi. Mana shu qolipimizni o'zimiz brend nomini tushirganmiz. Mana shu biz zavodning g'ishi. Bu ham sopol, bu ham keramika. Bu ham olovda pishgan. Buning narxi 3400 so'm. Rossiyskiylar narxi 10 mingdan tepada. 10 mingdan tepada. Mana misol uchun Likalor degan g'ishimiz narxi 11,5 ming so'm. G'ishni sifatiga qarab narxi o'zgaradi. Misol uchun mana 11,5 ming so'm degan g'ishimizni orqasi mana g'adir budur. Ya'ni cho'rnovoy. Bir-biriga orqaga tishlash uchun. Bir tomonlama litsovoy, bir tomoni fasad. Biznikini ikkala tomoni ham fasadni перегородкаларga ursa bo'laveradi o'zimiz zavoddik. Bu ham cheklanmagan miqdorda nalichada mavjud. Bu o'sha bir tomon cho'rnovoy, bir tomon litsovoy. Ya'ni bir tomon uchib qolsa, yo'lda sinib qolsa, bo'ldi, brak hisoblanadi. Biznikini bu tomon uchib qolsa, orqasini qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Aylantirib uraveradi. Bu mana o'ttashi g'ishimizni 6,5 sm-ligi, balandligi 6,5, endi 12 sm, uzunligi 25 sm. Mana BTD, ya'ni bu buyuk Turon davomchilari degani. Shu Amir Temur davridagi Turon davrini davomchilari degan ma'noni anglatadi. Bu sarig'i, o'zimizning zavodniki bu ham. Xuddi shuni sarig'i. Mana pishishini ko'rishingiz mumkin. Qancha jarangdor bo'lsa, shuncha yaxshi pishgan bo'ladi. Bu ham o'zimizning yangi ixtirolardan. Yuzasi glazur qilingan. O'zimiz g'ishga glazur qilganmiz. Bu xohlagan rangingizda bo'lishi mumkin. Bu ham 1NF deydi. Eni 12 sm, balandligi 6,5 sm, uzunligi 25 sm. Buni afzallik tomoni uyning ichiga, hammomga, oshxonalarga bo'laveradi. Buni yosh bolalar, hali aboylarni bilsanglar, yozib yuboradi plamasterda, ruchkada, uni o'chirib bo'lmaydi yoki yirtib yuboradi. Bu miq bilan ham o'yolmaysiz buni. Bir yo'li bu g'isht turganingizdan keyin abdelka fasad hamma yoq bitadi. Ko'cha tomonga ham, ichkariga ham bo'laveradi. Bog'chalarga mana sariqlari bor, qizillari bor. Buni ikkala tomonini ham qilib bera olamiz, glazur. Xuddi перегородка urganingizdan keyin orqasi ham, oldi ham, devorning ikkala tomoni o'taligi abdelka qilmaysizda, bitaveradi. G'isht teraverasiz, abdelka ham bo'laveradi. G'isht uradigan usta haqqi bersangiz bo'ldi bu g'isht urish uchun. Boshqa shpakilovkachiga alohida, suvoqchiga alohida, aboychiga alohida yoki emusachiga alohida kvadratiga pul sarflaymiz. G'isht uradigan ustaga chiroyli qilib beradi, bo'ldi. Buni endi hammomlarga ichiga nam o'tish mumkin, misol uchun rastvordan desangiz, fugalab qo'ysangiz bo'laveradi, kafelda qilib ham. Kafelda fugalaysiz, u tashlab fugalab qo'ysangiz, nam o'tkazmaydi orqaga. Qizil rangisi. Bu yerda mana Eron g'ishtlarida burchaklari, mana o'zimizning hozirgi ranglarda mana har xil ranglar bor. Mana millicha atlasni ham qilib berishimiz mumkin. Hozir endi sekin-sekin millicha uylar ham qilinyapti. Xon taxtalik, nima deydi, to'shay, o'zimizning paxtagulli chayniklar qo'yib alohida bitta milliy xona qilinyapti, ham namoz o'qiydigan qilib. Shu
shunaqa xonalarga yaxshi aytadi. Hop, bu o'zimizni vohaniki, bu ham bitta shu o'zimizning texnologiya. Bu ham sopol, rangi shunaqa молочный chiqadi. Bundan ham nalichada mavjud. Bu endi mana izlari bor. Nimaga izi bor desangiz, g'isht shunaqa teriladi. Pishirilayotganda mana shunday teriladi. Mana shunday terilgandan keyin olov maytdan yurganda, mon tagidan olov yurmaydi. Bu yerdan olov yalaganligi uchun mana shu yer ochroq, mana olov yurmagan joylar to'qroq bo'lib qoladi. Shuning hisobiga mana shunaqa iz chiqadi. Bu tabiiy. Shunaqa izi bilan ursangiz, pishganligi bilinib turadi g'ishtda. Anatomik bo'lsa, bo'yalganga o'xshab qoladi uzoqdan qaraganda devor. Tabiiy, naturalniy svet mana shunaqa chiqadi o'zi aslida. Naturalniy chiqadi. Ursa shaxmatga o'xshab chiqadi. Mana o'sham bu ham rossiyskiy, bu seriy. Bir seriy traventinlar moda bo'ladi. Bu seriy g'ishtda облицовочный keramическийsi. Bu 88 lik baratligi. Uzunligi 25, eni 85 mm. Ya'ni 8,5 sm. Endi mana Turkmanistonning g'ishiga keldik. Hozir Turkmanistonning g'ishlari hozir trendda bo'lyapti akalar. Bizda birinchi qo'l biz shu vodiy bo'yicha dillarni olganmiz, lekin O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa dastlabki qilib beramiz. Mana bu Turkmanistonning g'ishi yangilik. Eni 6 sm, balandligi 88 sm. Ya'ni paltarashka g'ishti yarim. Mana paltarashka g'isht bormi Turkmanistonda? Bitta shuni yarim. Balandligi bunday urgandan keyin paltarashka g'ishtga o'xshab ko'rinadi. Lekin bitta shuni yarim. Buni narxi 3000 so'm, buni narxi 5000 so'm. Buni ham ursangiz bitta shunaqa chiqadi mana. Hozir aytdim. Mana olsak bo'lar ekan. Ko'rinishi bir xil. Buni 5000 so'mga urasiz, buni 3000 so'mdan olib urasiz. 2000 so'm ekonom bo'lyapti bundan ursangiz. Bu ham misol uchun furada kelsa yo'l kiradan minus bo'ladi. Chunki fura buni 6,5 mingta yoki 6 mingta atrofda oladi. Bu furada 12 mingta atrofda ketadi. Xuddi shundan 2 barobar bo'ladi. Yo'l kira ham ekonom bo'ladi. Keyin fundamentga ham og'ir yuk tushmaydi. Misol uchun mana bu 2 kilo bo'lsa, bu 4 kilo. 2 barobar yengil fundamentga. Afzallik tomonlari shunda. Bu ham keramika, bu ham. Buni qizil bilan sariqni kombinatsiya qilib ursa chiroyli chiqyapti bu ham. Bu xuddi shu paltarashkani sarig'i, молочныйsi. Balandligi 88, uzunligi 25, eni 12 sm. Har bir techiklari izolyatsiya vazifasini bajaradi. Hozir mana shu rang moda bo'lyapti O'zbekistonda. Bu paltarashkani ayting narxlarigacha. Buni ham narxini aytib o'tib ketdi. Bu 4400 so'm. Bu 5000 so'm. Bu 3000 so'm buni aytdim. Hop, bularni ham narxini aytaveramiz buni. Hop, BTD degani bunisi narx. Zavod narxini aytaman 3200 so'm. Buni zavod narxi 3400 so'm. Bu 8 sm, bu 6,5 sm. Rangini farqi yo'q. Bunisi ham 3200 so'm. Bu ham keramika, sopol, gazda pishgan. Yana bitta afzallik tomonini aytib o'tib ketay. Endi hamma yo'lda o'ziga yarasha plyus minusi bo'ladi. Ayrim g'ishtlarda bunday qonni kirgan bo'ladi. Pishirgan g'ishtlar yoki mayog'imda kirgan bo'ladi. Yoki mayog'imda chiqqan bo'ladi. Bizning g'ishtlarimizda unaqa kirgan chiqqan joyi yo'q. Mana kameraga yaqinroq olib kelaman. Tekis. Qonnilari kirmagan. Mana mayog'i ham tekis. Geometritskiy razmerlari ham to'g'ri, endi balandligi bir 2 mm ga o'ynashi mumkin, lekin chiqqan kirgan joylari yo'q. Shu tomonlama afzalligi ko'p biz g'ishtlarimiz. Keyin talab ham ko'p mana shu ishga hozir zavodimiz hozir ishlab chiqarib ulgurmayapti. O'chirtda turib olishyapti odamlar. Alloh barakasini bersin. Va mana dalbit qilingan ishlar, Shushaviy g'ishti dalbit qilingan, bu ham boshqacha dekorativniy chiqadi. Turkmanistonniki bu ham. Hop, keyin Turkmanistonda teksturali g'ishi bor. Yuzasida teksturali bor, ilonzi deb qo'yishadi. Hop, rangi qizil, kameraga sal sopol rang bo'lib chiqadi. Bu ham 1 NF deydi, uzunligi 25, balandligi 6,5, eni 12 sm. Mustahkamligi zo'r. Hop, bu yerda Turkmanistonda qizil g'ishi. Hop, razmeri
Balandligi 6,5, eni 12 sm, uzunligi 25 sm. Keramika, bu ham sopol. Faskalari bor chekalarida. Bu ham markalari 150 marka. Haqiqiy keramika olovda pishgan, 9 gradus, 950, 1000 gradusgacha pishadi. Sariqlari 9 gradus atrofida, qizili 1000 gradus. Mana bu sarig'i mana endi 12 sm, balandligi 6,5, uzunligi 25 sm. Bu kamerada oqroq ko'rinadi, lekin ko'rsangiz, jivo ko'rsangiz sariq. Doim rasm tashlasak, g'isht oqroq ekan, bizga sariq kerak deydi, lekin kelgandan keyin hammasi g'ishtdan kerak deyishadi. Yoki kimdir menga oq g'isht kerak deydi, rasm tashlasak oq ko'rinadi rasmda, kelgandan keyin sariq ko'rinadi. Lekin rasm aldaydi akalar, rasmga ko'p ham ishonib olmaydilar, jivo ko'rganinglar yaxshi. Qayerdan olsanglar ham 2 dona abrezli jo'natishini taklif qiling, 2 dona abrez jo'natsin. Misol uchun biz vodiydan bo'lsak, Toshkent kerak bo'lsa, Toshkentga bemalol biz abrez jo'natamiz. Ko'rib, yoqtirib kelgan olishinglar mumkin. Rasmdan turib tanlash dendek, endi xato emas u. Ko'rib, jivo ko'rganinglar yaxshi. Hop, bu yana yangilik. Eni 6 sm, uzunligi 6,5 sm. Balandligi 25 sm. 05 NF deydi. Angaburiyni qilingan, bu angoba qilingan, ya'ni sal korishneviga tortadi. Qizil g'isht ustiga bunaqa bu kraska emas, bu angoba. Angoba nima degani? O'zini tuprog'idan moloko tayyorlab turib, mana shu xom paytida ustiga surtiladi. Xom paytda o'zini tuprog'ini yoki boshqa mana shunaqa rang beradigan tuproqdan surtiladi. Keyin pishib chiqqandan keyin mana shunaqa qora rang bo'lib chiqadi. Bu kraska emas bu. Bu o'chmaydi bu. Chunki bu pishgandan keyin surkalmaganda, pishirishdan oldin surkalib, keyin pishirilgan. Mana shu bilan birga pishgan bu. Bu surkalganda boshqa rang bo'ladi. Pishib chiqqandan keyin mana shunaqa qora bo'lib chiqqan. Hop, buni ham narxi 2800 so'm qilib beramiz. Yana ob'yomga qarab kelishamiz akalar. Bu narx-navoga ishonib qolmanglar. Yoki agar boshqa joyda arzon ko'rib qolsanglar, arzon ko'rgan joylardan arzonroq qilib beramiz. Sababi bizniki birinchi qo'l. Xuddi shu g'ishtni qizili, teksturalik. Mana shuni tekstura deydi mana. Bu ham boshqacha bo'lib chiqadi. Bu o'sha derazalar chekkalariga, atqo'slarga yaxshi aytadi. Buni ham razmeri xuddi shu bilan bir xil. 05 NF deydi. Bu NF degani nima degani? 05, 07 dedim mana, 1 NF dedim. Hop, 05 degani yarimta g'ishtni, misol uchun aytaylik, mana bunoni 1 NF deydi. Mana butun g'ishtni 1 NF deydi. Bitta normalniy g'isht degani. Bitta normalniy format degani. NF normalniy, F format, N normalniy format. 1 NF bitta normalniy g'isht degani. 05 NF yarimta normalniy g'isht degani. Yarimta normalniy format yani. Bu qizili, xuddi narigini yarimtalik. 6 sm. Mana bu g'isht bitta normalniy g'isht. Bitta normalniy formatda yarimta normalniy format. 05 NF. Xuddi shu g'ishtni yarimtalik. Balandligi 6,5, eni 6 sm. Uzunligi 25 sm. Pishganligi o'ta mustahkam akalar, mana urishtirib ko'raman. Temirda ovoz chiqyapti. O'zi tuproq reaksiyaga kirishi qancha ko'p pishsa, temirga aylanib ketar ekanda. Va mana sarig'ini teksturaligi. Qo'limga olib ko'rsatay. 6 sm, 6,5 sm, uzunligi 25 sm. Bu ham mana teksturaligi bor. Narigi ilon izi deydi-ku, qizildi. Shuni yarimtaligini sarig'i. Bu ham meni kimgadir yoqadi, lekin men ko'proq tavsiya qilmayman. Sababi men chang to'plashi mumkin. Ya'ni kimga qanaqa. Lekin buni karchilab yursa bo'laveradi. Bunisi shu teksturasi yo'q, guli yo'q, usti silliq. Bu ham 05 NF, balandligi 6,5, eni 12 sm, uzunligi 25 sm. Bu ham keramik sopol. Bu mana qo'lga chiqyapti. Bitta artib tozalaganingizdan keyin, misol u bo'lgandan keyin devoldi. Ustida bitta artadi, shundan keyin chiqmay qo'yadi.
Mana nimasi? Beli. Hop, bu yerda mana pressovni yig'ishlar bor hamma rangidan. Mana bu 05 NF 05 NF. Press yig'ishlar mana tumalar bo'ladi teshigi. Balandligi 6,5 sm, eni 6 sm, uzunligi 25 sm. Bular hammasi mana press yig'ishlar har xil rangidan mavjud. Bularni ham cheklanmagan miqdorda qilib beramiz. 1 NF degani eni 12 sm, balandligi 6,5, uzunligi 25 sm. Endi qaysi g'isht to'g'risida yana chuqurroq ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi videolarda siz tanlagan g'ishtni chuqurroq, misol uchun necha marka javob beradi, morozostoykis qancha, vlagostoykis qancha, suv izolyatsiyasi, hamma nimalargacha kvadratiga nechta ketishigacha aytib beramiz. Hozir aytib o'taman, mana standart g'ishtlarda 1 kvadratiga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Mana shu g'ishtlarda ham mana standart deganim uzunligi 25, balandligi 6,5 sm g'ishtlar. Enini farqi yo'q. Mana shu razmerdagi g'ishtlar yoki mana shu razmerdagi g'ishtlar 1 kvadratiga 52 tadan 54 tagacha ketadi. Nimaga 52 ta emas yoki 54 ta emas? Sababi mana shopda o'ynashiga qarab. Siz 1 sm shop ham qo'yishingiz mumkin. Shop, ya'ni loyning qalinligi 0,8 purib turishingiz ham mumkin, 0,6 purib turishingiz ham mumkin. Shuning hisobiga 52 ta yoki 54 ta ketishi mumkin. G'isht soni 1 kvadratiga. Hop, yana mana bu temirga o'xshab turgan g'ishtlar Erondan kelgan 1400 gradusda, ya'ni 1200 gradusda pishgan, 1400 gradusga chidaydi. Mangallarga, pechkalarga, shu olovga chidamli g'ishtlar bular. Buni razmeri balandligi 7 sm, uzunligi 32-33 sm. Ya'ni moloshnisi 32, hozir moloshnisi tepada bor ekan. Shamotniy g'ishtlar bular. Katta graduslarda pishgan. Katta graduslarga chidaydigan g'ishtlar. Eronda hozir moda bo'lyapti. Tashqariga mana shunaqa kuygan g'ishtlar urishyapti. Ya'ni mana shunaqa cho'mni koreshneviy, mana qora g'ishtlar urish moda bo'lyapti. Eronga borib keldi yaqinda. Ochiq svetlar kam urilyapti. Mana u xuddi shu material figuralari. Buni burchaklarga, kolonnalarga yoki mana gullarga urish mumkin. Karnizlarga, ya'ni tepaga potolokgacha bo'lgan jarayonga urish mumkin. Chekaradagi derazalar chekasiga, atkoslarga urish mumkin. Mana shu holatda ham ursangiz bo'ladi. Mana shu holatda splashnoy devorga devorning o'rtasiga ramka qilib, ichiga mashinadan ursangiz chiroyli chiqadi. Mana bu razmer ham bor mana. Ne standart, nostandart. Bizda bu Eron razmeri. Uzunligi 20 sm, eni 10 sm. Teshiklari ham katta-katta, yengil bo'lish uchun. Balandligi 5 sm. Bu ham sopol, bu ham keramika. Yengil. Bu g'ishtlar ham zakaz olib bemalol kelib beramiz deyman. Plitalar bor. Klinker. Ru deb qo'ygan. O'zi bu Eronniki. Prosta rossiyalik mutaxassis Eronda ishchi kuchi, ya'ni gaz arzonligi uchun o'sha yerda ishlab chiqarish qilib, mana shu neobeshli narsalar chiqaryapti. Plitkalar. Bular ham o'tga chidaydi. Haligi nimalar ichiga uryapti. Nima deydi? Saunalarda ichiga uryapti. Saunalar pechkalarni o'ragani urishyapti. Bular chidaveradi. Klinker bular. Vlagostoykislari o'ta foizi past, suvni o'ziga namda olish foizi past. Hop, men burchatkani videoda boshida aytib o'tib ketdim, yana bir qaytarib ber. Hop, g'isht razmeridaqa g'ishtpol deydi buni. Eski Nikolay g'ishtlarida yangicha ko'rinishi, yangicha texnologiyada ishlab chiqarilgan. Mustahkamligi o'ta mustahkam. 250 marka. Agar tagi tekis bo'lsa, stashka qilingan bo'lsa, ustidan bemalol katta yuk mashinalar ham o'tishi mumkin. Eng asosiysi oyoqdan sovuq o'tkazmaydi. Ya'ni yosh katta onaxonlar, otaxonlar bo'lsa uyda oyoqdan zak o'tmaydi, xudo xolasa. Endi bu ustida qor turmaydi. Qor yog'sa erib ketadi. Buni razmeri uzunligi 25, eni 12 sm, balandligi 3,5-4 sm.
Bu ham sopol. Olovda pishgan, pechkadan pishib chiqqan. Mana urushtirib ham ko'ramiz. Sopol bu ham. Buni 1 kvadratiga 33,5 ta ketadi. Ya'ni narxi 110 ming so'm. Bir donasi 3300 so'mdan to'g'ri keladi. 1 kvadrat 110 ming. 33,5 ta. Mana molar ham rossiyskiy mana. Hop, termoblok. Bunga narsa qatirsa bo'ladimi deyishadi. Mana qatirsa bo'ladi mana. O'zini nimalari bor, o'zini ankerlari bor, o'zini probkalari bor. Endi biz prosta yog'och bilan qatirib ko'rdik. Mana bemalol ushlayapti. Mustahkam. Hop, buni razmeri uzunligi 38 sm, balandligi 22 sm, eni 25 sm. Eni ya'ni bir g'ishtni hisobida. 25 sm. Bu 12 ta g'ishtni o'rnini bosadi. 12 ta g'ishtni. 12 ta mana shu g'ishtni o'rnini bosadi. Mana shu g'ishtdan 12 tasi bitta termoblok bo'ladi. Buni narxi 18,5 ming. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Agar bitta fura olsangiz, dastavkasi bepul bo'ladi. Bitta furada nechta bo'ladi? Bitta furada 1320 ta bo'ladi. Ya'ni bitta paddonda 60 tadan bo'ladi. 60 tadan bo'ladi. 22 paddon atrofida bo'ladi. Akalar davom etib qo'yaylik. Odam kelib qoldi. Gapimiz bo'linib qoldi. Video ham bo'linib qoldi. Xo'p, 12 ta g'isht ketadi deyatuvdik. Mana bitta mana shu g'ishtdan 12 ta ketadi. Razmerini aytdim. Uzunligi 38, balandligi 22 sm, eni 25 sm. Ha, narxini aytdim 18,5 ming. Bitta furada 1320 ta bo'ladi, O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Bitta paddonda 60 tadan bo'ladi, bitta fura 22 paddonga joy egallaydi. 1 kvadratiga nechta ketadi? 11,5 ta ketadi 1 kvadratiga. 1 kubasiga 48 ta ketadi 1 kubasi. Bu ham keramika, bu ham g'ishtqa mana. Oling bu yoqqa. Mana har xil qatirib ko'rdik. Qatirsa bo'ladimi deganlarga. Mana. Mana suv olsa ham yaxshi ushlaydi suvadi. Xo'p. Buni afzallik tomoni sovda yaxshi ushlaydi. Va har bir teshigi termizolyatsiya vazifasini bajaradi. Fundament yengil o'tiradi fundamentga. Buni rastvorda quyganda ichiga tushib ketadimi deyshadi. Buni o'zi maxsus setkasi bor. Setkani qo'yib, keyin rastvor quyiladi. Qiladigan qilaveradi. Mana bir-biriga tishlari bor, tishlaydi. Xo'p, gazoblok bilan penoblokdan afzallik tomoni. Gazoblok, penobloklarga chekkasiga uголник qo'yadi bilsanglar. Derazalarda, eshiklarda mana bu burchagiga uголник qo'yib turib, keyin qiladi. Gazoblok, penoblok ketib qolmasligi uchun, keyin burchaga haligi urinib qolmasligi uchun. Bularda unaqa uголник ketmaydi, unaqa rasxod yo'q. Temir olmaysiz buni urgandan keyin. Перегородкаларga ham yaxshi. Hop, suvoqqa ham yaxshi tishlaydi, yuk ushlaydi. Haligi oddiy g'ishtdan urganingizdan keyin unaqa qalin suvoq qilmaysiz. Bu ham keramika, olovda pishgan. Va mana paltarashga bu ham sopol. Bu g'ishtdan ham nalichida mavjud. Balandligi 808, eni 12 sm, uzunligi 25 sm. Yana qaysi g'ishtlar qolib ketdi? Agar kimgadir qaysi g'ishtlar ma'qul bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilib, telefon qilib, shunday ashita videoda qaysi g'isht ko'rsatayotgan bo'lsam, qatirib turib, skrinshot qilib, Telegramdan tashlab bersangiz, yana batafsil ma'lumot beramiz. Narxlari to'g'risida, yo razmeri to'g'risida tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. G'isht foydali ma'lumotlarni olish. Keyin do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. G'isht haqida foydali ma'lumotlar olish xohlasanglar, doim bizni kuzatib boring. Bundan-da yana ham qiziqarliroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.